Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni aytmoqchiman. Bu video ayniqsa ota-onangiz, bobo va buvilaringiz, nafaqadagi yaqinlaringiz uchun zarur. Chunki hozir firibgarlar aynan yoshi kattaroq insonlarni nishon olyapti. Ular telefon qiladi. Bankdanmiz, politsiyadanmiz. Farzandingiz muammoga tushdi. Plastik kartangiz bloklanadi. Kompensatsiya olasiz deb qo'rqitadi yoki aldab odamning pulini, karta raqamini, SMS kodini olib qo'yadi. Men bu mavzuni oddiy gap bilan, lekin mutaxassis sifatida aniq tushuntirib beraman. Nimaga ishonish mumkin? Nimaga umuman ishonmaslik kerak? Qanday vaziyatda darhol telefonni qo'yish kerak va pulingizni saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va eng muhimi bu videoni ota-onangizga, bobo-buvingizga yuboring. Bu ma'lumot biror oilaning yillar davomida yig'gan pulini saqlab qolishi mumkin. Oldin firibgarlik ko'proq bozorda, ko'chada yoki arzon narsa sotaman degan e'lonlar orqali bo'lardi. Odam yuzma-yuz aldanardi. Masalan, kimdir soxta tilla sotardi, kimdir qarz olib qaytarmasdi, kimdir hujjatsiz yer yoki mashina va'da qilardi. Bunday holatda hech bo'lmasa odam kim bilan gaplashayotganini ko'rar, uning yuzini eslab qolardi. Yonida qarindoshi bo'lsa maslahatlashardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgar sizning uyingizga kelmaydi, siz bilan ko'chada uchrashmaydi. U telefon orqali, Telegram orqali, WhatsApp orqali, hatto bank yoki davlat tashkilotiga o'xshash soxta sahifa orqali kirib keladi. Eng xavflisi shuki, u sizni shoshiltiradi. Hozir aytmasangiz pulingiz yo'qoladi. Hozir kodni aytmasangiz karta blok bo'ladi. Hozir pul yubormasangiz farzandingiz qamaladi deydi. Shoshilgan odam esa tekshirmaydi, o'ylamaydi, qarindoshiga qo'ng'iroq qilmaydi. Firibgar aynan shu holatni kutadi. Men ko'p odamlarda bitta xatoni ko'raman, meni aldashmaydi. Men ehtiyotkorman deb o'ylaydi. Lekin firibgarlar oddiy odam emas. Ular psixologiyani yaxshi ishlatadi. Ular odamning qo'rquvi, uyati, ishonuvchanligi va yaqinlariga bo'lgan mehrdan foydalanadi. Ayniqsa ota-onalarimiz farzandini eshitsa darhol xavotirga tushadi. Bobo-buvilarimiz esa bankdaman degan odamga odob yuzasidan ishonib qolishi mumkin. Shuning uchun bu masalada uyalmay gapirish kerak. Pul yo'qolgandan keyin emas, oldindan ogohlantirish kerak. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, hech qaysi bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Hech qaysi haqiqiy bank xodimi karta parolini, CVV kodini, ilova parolini, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini aytishni talab qilmaydi. Agar kimdir telefon qilib, men bank xavfsizlik bo'limidanman, kartangizdan shubhali operatsiya bo'lyapti, hozir kelgan kodni ayting desa, bu deyarli 100% firibgarlik belgisi. Tasavvur qiling, 15 yoshli otaxonning kartasida 8 million so'm nafaqa va jamg'arma bor. Unga qo'ng'iroq bo'ladi. Qo'ng'iroq qilgan odam jiddiy ovozda sizning nomingizdan 7 million so'm kredit rasmiylashtirilmoqda. Biz buni to'xtatishimiz kerak deydi. Otaxon qo'rqadi. Keyin firibgar telefoningizga kod keldi. Shu kodni aytsangiz operatsiyani bekor qilamiz deydi. Otaxon kodni aytadi. Aslida esa firibgar uning bank ilovasi kelayotgan bo'ladi. Kod aytilgan zahoti pul boshqa karta yoki elektron hamyonga o'tib ketadi. Bu yerda muammo otaxonning sodda bo'lganida emas. Muammo shundaki, firibgar vaziyatni shunday quradiki, odam o'zini xavf ichida his qiladi va tez qaror qabul qiladi. Ikkinchi katta usul. Farzandingiz avariyaga uchradi yoki o'g'lingiz politsiyada degan qo'ng'iroqlar. Bu usul yoshi kattalar uchun juda xavfli. Masalan, ona uyda o'tiribdi. Kechqurun noma'lum raqamdan qo'ng'iroq keladi. Telefondagi odam o'g'lingiz odam urib yubordi, hozir ish ochiladi, lekin masalani joyida hal qilsa bo'ladi deydi. Orqasidan kimdir yig'lagandek ovoz chiqaradi yoki ona yordam bering degandek gapiradi. Ona sarosimaga tushadi. Firibgar 20 million so'm so'raydi. Hech kimga aytmang, aks holda kech bo'ladi deydi. Ona qo'shnidan qarz olishi, uydagi tillani berishi, bankdan pul yechishi mumkin. Keyin esa haqiqiy o'g'liga qo'ng'iroq qilsa, u ishda yoki uyda tinch o'tirgan bo'ladi. Bunday vaziyatda asosiy qoida bitta. Birinchi qo'ng'iroqqa ishonmang. Darhol telefonni qo'ying va farzandingizning o'z raqamiga qo'ng'iroq qiling. Agar u javob berilmasa, keliningizga, kuyovingizga, nabirangizga, qo'shniga, ish joyiga qo'ng'iroq qiling. Firibgar sizni aynan hech kimga aytmang degan gap bilan tuzoqqa tushiradi. Haqiqiy muammoda esa hech kim sizga maslahatlashishni taqiqlamaydi. Uchinchi usul. Kompensatsiya, yordam puli, prezident puli, nafaqaga qo'shimcha to'lov degan aldovlar
Bu yerda firibgarlar odamlarga yoqimli xabar beradi. Sizga 1 million 200 ming so'm yordam puli chiqdi. Sizga eski omonat uchun kompensatsiya beriladi. Nafaqaxo'rlar uchun maxsus to'lov bor deydi. Keyin havola yuboradi. Odam havolaga kiradi, karta raqamini yozadi, muddati va CVV kodini kiritadi. Ba'zan tasdiqlash uchun 10 ming so'm to'lang deydi. Natijada yordam puli olish o'rniga kartadagi bor pul yechib olinadi. Men bu yerda aniq aytaman, davlat to'lovlari, nafaqa, yordam puli. Subsidiya masalalari hech qachon Telegramdagi noma'lum link orqali karta ma'lumotlarini kiritish bilan hal qilinmaydi. Bunday masalalar mahalla, bank, pensiya jamg'armasi, mytok.gov.uz, soliq yoki rasmiy tashkilotlar orqali tekshiriladi. Agar link kelgan bo'lsa, uning nomi o'xshash bo'lishi mumkin. Masalan, bitta harfi boshqa bo'ladi, rasmiy logotip qo'yiladi, sahifa juda ishonarli ko'rinadi. Lekin rasmiylik ko'rinishi uning haqiqiyligini isbotlamaydi. 4-usul, qarindosh nomidan yozilgan xabarlar. Telegramda assalomu alaykum, men telefonimni almashtirdim. Shu raqamdan yozayapman. Zudlik bilan 2 million so'm kerak degan xabar keladi. Profil rasmida tanishingizning surati bo'lishi mumkin. Odam o'ylaydi, rasm bor, demak shu odam. Lekin firibgar boshqa odamning rasmini internetdan yoki avvalgi yozishmalardan olgan bo'lishi mumkin. Ba'zan tanishingizning Telegram buzib kirilgan bo'ladi va haqiqiy akkauntdan xabar keladi. Shunda ham pul yuborishdan oldin ovozli qo'ng'iroq qiling. Hozir gaplasha olmayman desa shubhalaning. Chunki 2 million so'm so'rayotgan odam 20 soniya gaplashishga ham vaqt topish kerak. Kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda nafaqaxo'rlar, yolg'iz yashaydigan keksalar, bank ilovasidan uncha yaxshi foydalanmaydiganlar, SMS kod nima ekanini to'liq tushunmaydiganlar, farzandlari boshqa shaharda yoki chetda ishlaydigan ota-onalar. Chunki firibgarlar ko'pincha yolg'izlik va xavotirdan foydalanadi. Lekin faqat keksalar aldanadi deb o'ylash ham noto'g'ri. Yoshlar ham aldanadi. Farqi shundaki, yoshlar ko'proq internet do'kon, investitsiya, kripto, ishga joylash aldovlariga tushadi. Keksalar esa bank, nafaqa, farzand bilan bog'liq qo'rqitishlarga ko'proq ishonib qoladi. Kimlar kamroq xavf ostida, o'z oilasi bilan oldindan kelishib olganlar. Masalan, farzand ota-onasiga aytgan bo'lsa, "Ona, men hech qachon sizdan begona karta orqali pul so'ramayman. Agar shunday xabar kelsa, albatta menga qayta qo'ng'iroq qiling." Demak, xavf kamayadi. Yoki bobo buvi bilsa, SMS kodni hech kimga aytmayman, hatto bankdanman desa ham, ular firibgarni birinchi daqiqadayoq to'xtatadi. Bilim bor joyda firibgarning kuchi kamayadi. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik sezmaydigan nuanslarni tushuntiraman. Ba'zan haqiqiy bank ham sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Masalan, kartangizda shubhali operatsiya bo'lsa, bank xodimi sizga ogohlantirish uchun aloqaga chiqishi ehtimoli bor. Lekin haqiqiy bank xodimi sizdan parol, SMS kod, CVV, ilovaga kirish kodi so'ramaydi. U sizga agar shubhangiz bo'lsa, kartangizni ilova orqali bloklang yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling deydi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l, telefon qilgan odamni tinglab o'tirmang, qo'ng'iroqni tugating. Bank kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Yana bir nozik joy, firibgarlar raqamni o'xshatib qo'yishi mumkin. Sizga qo'ng'iroq qilgan raqam bank raqamiga o'xshaydi. Hatto telefon ekranida tashkilot nomi chiqishi ham mumkin. Lekin hozir texnik usullar bilan raqamni yashirish, boshqa nom ko'rsatish, soxta identifikatsiya qilish holatlari uchraydi. Demak, ekranda chiqqan nomga to'liq ishonib bo'lmaydi. Ishonch faqat bitta yo'l bilan tekshiriladi. Siz qo'ng'iroqni uzasiz va rasmiy manbadan topilgan raqamga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qilasiz. Yana bir tuzoq. Telefoningizga dastur o'rnating, men yordam beraman degan gap. Firibgarlar AnyDesk, TeamViewer yoki shunga o'xshash masofadan boshqarish dasturlarini o'rnattirishi mumkin. Ular bank ilovangiz ishlamayapti, men yordam beraman. Kompensatsiyani rasmiylashtirish uchun ekraningizni ko'rishim kerak deydi. Odam dastur o'rnatadi, ruxsat beradi. Keyin firibgar telefon ekranini ko'radi yoki boshqaradi. Bank ilovasi ochilganida karta balansi, kodlar, xabarlar ko'rinadi. Ba'zi hollarda pul bir necha daqiqada yechib olinadi. Shuning uchun ota-onangizga aniq ayting. Begona odam aytgani uchun telefoningizga hech qanday dastur o'rnatmang. Keyingi men sizga pul yuboraman. Faqat kartangizni tasdiqlang degan gap. Odamlar ko'pincha pul olish uchun karta raqamini bersam bo'ladi-ku deydi. Pul o'tkazish uchun odatda karta raqamining o'zi yetarli bo'lishi mumkin.
lekin karta muddati. Orqa tarafdagi 3 xonali sahibi, SMS kod, bank ilovasi paroli, pin kod kerak emas. Agar kimda pul yuborish ma'lumotlarini so'rasa, u pul yubormoqchi emas, pul yechmoqchi. Yana e'tibor bering. Firibgarlar odamni uyaltirish orqali ham boshqaradi. Masalan, siz tushunmayapsiz. Bu juda oddiy. Tezroq ayting. Vaqtim yo'q. Agar hozir qilmasangiz o'zingiz aybdor bo'lasiz deydi. Yosh kattalar ba'zan men tushunmadim deyishga uyaladi. Shu uyat tufayli kodni aytib yuboradi. Men ota-onalarga aytaman, tushunmaslik uyat emas, shoshil pul yo'qotish og'irroq. Agar nimadir tushunarsiz bo'lsa, men farzandim bilan maslahatlashaman deb telefonni qo'ying. Siz hech kimga darhol javob berishga majbur emassiz. Yana bir xavfli holat, kredit rasmiylashtirish. Hozir ayrim xizmatlar masofadan turib kredit, mikroqarz yoki bo'lib to'lash xizmatlarini taklif qiladi. Firibgarlar odamning pasport ma'lumoti, telefon raqami, SMS kodi va yuzni tasdiqlash jarayonidan foydalanib, uning nomiga qarz chiqarishga urinishi mumkin. Masalan, sizga sovrin chiqdi, shaxsingizni tasdiqlang deydi. Odam kamera orqali yuzini ko'rsatadi, kodni aytadi. Keyin esa uning nomiga qarz rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pasport rasmini, ID karta rasmini, yuzni tasdiqlash videolarini, SMS kodlarini hech kimga yubormaslik kerak. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men buni oilaviy xavfsizlik qoidasi sifatida joriy qilishni maslahat beraman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, ota-onangiz bilan 10 daqiqa gaplashing. Ularga qo'rqitib emas, xotirjam tushuntiring. Sizni aldashlari mumkin deb aytish ba'zan odamga og'ir botadi. Yaxshisi bunday deng. Hozir firibgarlar juda ustalik bilan ishlayapti. Hatto yoshlar ham aldanib qolmoqda. Keling, oldindan qoida qilib olamiz. Birinchi qoida sen kod hech kimga aytilmaydi. Uni bank xodimi so'rasa ham, politsiyadanman desa ham, mahalladanman desa, tanishman desam aytilmaydi. Telefoningizga kelgan kod faqat siz uchun. Kodni aytish ko'pincha eshik kalitini begona odamga berish bilan bir xil. Ikkinchi qoida, pul so'ralgan har qanday xabar tekshiriladi. Agar o'g'il, qiz, nabira, jiyan nomidan zudlik bilan pul kerak degan xabar kelsa, albatta ovozli qo'ng'iroq qilinadi. Ovozini eshitmasdan pul yuborilmaydi. Agar telefon ko'tarmasa, boshqa qarindoshga qo'ng'iroq qilinadi. Oilada maxfiy so'z ham kelishib olish mumkin. Masalan, faqat oila biladigan bir so'z yoki savol. Bizning eski hovlimiz qaysi mahallada edi? Firibgar bunday savolga javob bera olmaydi. Uchinchi qoida, bank muammosi bo'lsa. O'zingiz bankka qo'ng'iroq qilasiz. Telefon qilgan odam bergan raqamga emas, karta orqasidagi yoki bankning rasmiy saytida yozilgan raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Agar ilovada karta bloklash funksiyasi bo'lsa, farzandlar ota-onasiga buni oldindan ko'rsatib qo'ysin. Mana shu tugmani bosasiz, karta vaqtincha to'xtaydi deb o'rgating. 4-qoida, noma'lum linkka kirmang. Ayniqsa yordam puli, sovrin, kompensatsiya, anketa. Tasdiqlash, karta tekshiruvi degan linklar xavfli. Agar haqiqatan davlat to'lovi yoki nafaqa haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mahallaga boring, rasmiy idoraga boring yoki ishonchli farzandingizdan tekshirib berishni so'rang. Telegramdagi kanal nomi rasmiyga o'xshagani uchun ishonmang. 5-qoida, hujjatlarni yubormang. Pasport, ID karta, plastik karta rasmi, bank ilovasi skrinshoti, SMS xabari, shaxsiy ma'lumotlar begona odamlarga yuborilmaydi. Agar biror tashkilot hujjat so'rasa, uning ofisiga borib, rasmiy tartibda topshirish kerak. Rasmini kimga yuborayotganingizni aniq bilmasangiz, yubormang. 6-qoida, telefoningizni himoyalang. Telefon paroli oddiy BB1001 yoki tug'ilgan yil bo'lmasin. Bank ilovasiga alohida parol qo'ying. Telegram va WhatsAppda 2 bosqichli himoyani yoqing. SIM kartangiz yo'qolsa yoki ishlamay qolsa, darhol operatorga murojaat qiling. Chunki telefon raqami bank, messenjer va ko'plab xizmatlar uchun kalit hisoblanadi. Agar allaqachon firibgarga ma'lumot bergan bo'lsangiz, vaqtni bo'y bermang. Birinchi ish, bankka darhol qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Ikkinchi ish, bank ilovasi parolini o'zgartiring. Uchinchi ish, mobil operatorga murojaat qiling. Raqamingiz xavfsizligini tekshirtiring. 4-ish, ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada qo'ng'iroq qilingan raqam, karta raqami, pul o'tgan vaqt, yozishmalar, skrinshotlar, chek va SMSlarni ilova qiling. Baribir topilmaydi deb o'ylab jim qolmang. Har bir ariza iz qoldiradi va boshqa odamlarni himoya qilishga yordam beradi. Farzandlarga ham alohida gapim bor. Ota-onangizni qo'ymang. Qanday qilib aldandingiz demang. Bu gap ularga og'ir botadi va keyingi safar muammo bo'lsa sizga aytmay qo'yishi mumkin.
Aksincha yaxshi, endi birga hal qilamiz deng. Oldindan ularning telefonini tekshirib bering. Keraksiz ilovalarni o'chiring. Bank ilovasida limitlarni sozlang. SMS xabarlarini yo'qing. Katta summali operatsiyalar uchun alohida tasdiqlash qo'ying. Agar ota-onangiz faqat nafaqa oladigan karta ishlatsa, kartada juda katta summa saqlamaslik ham foydali. Kerakli pulni alohida hisobda yoki bank omonatida saqlash mumkin. Bobo-buvilar uchun eng oddiy qoida shunday. Begona odam telefon qilib, pul, kod, karta, hujjat yoki dastur haqida gapirsa, darhol men farzandim bilan maslahatlashaman deng va telefonni qo'ying. Bu qoida sizni qo'pol ko'rsatmaydi. Bu sizni himoya qiladi. Haqiqiy xodim bundan xafa bo'lmaydi. Faqat firibgar xafa bo'ladi. Chunki uning rejasi buziladi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Firibgarlar hozir qo'rqitish, shoshiltirish, ishonch uyg'otish va texnik hiylalar orqali pulni olishga urinadi. Bank kodi aytilmaydi, noma'lum linkka kirilmaydi. Pul so'ralgan xabar ovoz bilan tekshiriladi. Hujjatlar begonalarga yuborilmaydi. Shubhali vaziyatda telefon qo'yilib, rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilasiz. Iltimos, bu videoni hoziroq ota-onangizga, bobo va buvilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Balki ular bugun ko'rib, ertaga bir firibgarning tuzog'idan qutulib qolar. Kommentariyada yozing. Sizga yoki tanishingizga shunday qo'ng'iroq bo'lganmi? Qanday yo'l tutgansiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va ogohlantirishlarni o'tkazib yubormang. Bu yerda men sizga oddiy, tushunarli va hayotda kerak bo'ladigan xavfsizlik maslahatlarini berishda davom etaman.